paslar. Mana bu zarbani qarang, yana darvozabon qaytarmoqda. Seyf namoyish etdi. Jasur O'rinbosarov qanotga yaqin bo'lgan nuqtadan, ya'ni chiziqqa yaqin bo'lgan nuqtada kuchli zarba yo'llagan edi. Yana posbon Matvaliyev qo'l bilan oldinga tashlab berdi. Bu yerda Lukov futbolchilik qildi. Nasimento to'pni so'ramagan sheriklariga e'tiroz bo'ldi. Shu Komissarov mana bu yerda Nasimento qutqardi jamoa. Sheriklariga qanday joylashishni ko'rsatgan edi. Sodiqovdan zarba. Va Nasim yana Shohmedov uzoqdan zarba, rikoshet. Nasimento qutqardi. Noqulay bo'lgan to'pni qaytardi Shahram. Abdukarimov zarbani yo'llaydimi? Yo'q, ichkariga Botirov. Vaqt hisob tenglash. Burxoniddin Sodiqov. Tezkor hujum. Fazliddin Botirov to'p kutayotgan edi. Uning ovozini Lokomotiv hujumga o'tyapti. Xavfli vaziyat. Nig'matov darvoza chizig'ini kesib o'tmas. Bu temir yo'lchilardagi so'nggi imkoniyat. OKM esa hujum qilishga ulgurmaydi. Bo'ldi. 2-1 hisobda birinchi taym. Nig'matov, Shohmedov zarba ko'ramizmi? Oyoqning tashqi tomoni bilan Abdumavlonov. Ergashev oldinga, Nig'matov o'ng qanotga, Abdumavlonov ikki futbolchi qaytdi ortga. Abdumavlonovning zarbasi Nasimento qaytardi. Oldinga darvozabon Faxriddinov, darvozabon almashyapti. Xatoga yo'l qo'yish mumkin edi. Sal bo'ldi. Nasimento oldinga uzatma, burchakda to'p qabul qilib olindi. Uzatma, darvozabon Matvaliyev. Hozir Shohmedov juda qaltis holat.